Telefon jiringlabdimi? O telefonni bu yoqqa. Alo. Ha usta horma. Bol bugun. Bo'libdimi ishlar zo'rmi? Asta bo'libdi, yaxshi xudoga shukr. Bugun qashdag mahallaga. Ha, qayerga qaysi restoranga? Mahallaga. Mahallagami? Ha, bo'ldi, boraman. O'tgan safar pul bermagan edi. Bugun qo'shib berasan-da, yaxshi ishlar pulni qilib boray. Ha, bo'pti. Mayli. Bo'pti. Bilan. Yana gashtadi. Shuncha gashtaga o'ynayman, hech menga tushmaydi shoga. Mustafa gashta qayerga bo'libdi? Mahalla restoraniga ekan. Bilaman, mahalla restoranidan zo'rman. Qatta so'zladimi ekan? Qatta so'zladi. Bilaman, sizga bugun o'zim borib gashta tushirib beraman. Gap yo'q shoga. Malades. Qarib o'rganning. Mustafa mana qattani yasaganman. Ichidan sutchiligini oldi. Aniq tushadi menga. Aniq tushadi, javob. 100% garantiya bersa, xafa qilmaysanmi? Yo'q, garantiya. Marhamat Mustafa o'g'li. Assalomu alaykum. Mustafaga gashta tushirdi. Shu qattani artistlardan chiroyli qilib patnisga jo'natyapsiz. Xo'p. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Gashtak kech qoldingiz-ku. Ha, salgin ish ko'payib qolgan edi, kech qoldi. Jo'ralar. Bu kim bu? Qochgan xo'jayinimi bu? Xatdan tuzolman. Kimga tuzchilik tushsa, o'sha gashtakni oladi. Al bu. Ya. Abining balangi bu. Gashta menga chiqdi. Mana tushchillik. Yashang. Usta g'ayrat. Marhamat, gashtak sizniki. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Mana Mustafa oylik bermayman. Bilaman, gashtalarni olib mendan so'raman. Aka, shogirdimni ko'rmadingizmi? Qo'liga pul bor edi, chaqirib qochdi. Voh billah.